Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Aziz ve muhterem Şarkı Türkistanlık qarindoshlarım. Bugün yine yüz görüştük. Bunun nisip kıygan Allah'a hamdüler olsun. Temimiz Uygurlarning mavjudlik krizisi ve hal qilish choralari haqida izdenish. Bek yo'g'on gap. Ko'rayotganingdek, xalqimizning qo'lidan kelmaydigan bir yo'g'on gap. To'g'ri, bir narsani deb qo'yay qarindoshlar. Ba'zi YouTube kanallari bor ekan. Tağdın bağdın videolarını terip ekilip toplap ilan kılıdıgan. Bu muhterem canapları deydiğinin menin videolarımını yanga yötkümenla. Yötküsenla xapalık oludu bunun ayırı. Yötkümenla bu videonu şu menin kanalımda görsün, gördüğalla. Şunu da koyayım. Men yana shu yo'g'on gapga kelay qarindoshlar. Bu hal qilish choralari degan bek yo'g'on gap. Ammo bu yo'g'on gapni haqida izdenish degan gap bilan biroz pastlatdik. Choraning dal o'zi emas. Buni hech kim qilolmaydi hozircha. Bu faqat bir izdenish shu yo'ldagi. Endi yana bir gapmi bor. Umuman nayt qiyin ve mümkünsiz deb qaraldigan ishlarningmi eng avval niyatda, g'oyada bir orzuning paydo bo'lishi nayt muhim. Buningdan voz kechsak, ba'zir aqmaydi deb bu arzuni bo'ldi qilsak, u tugashkunimiz shu. En evvel peyda olduğunu fantaziyelik bir ham xiyal. Dünyadaki barlıq keşfiyatla icatlarının aqıstı yatqını mana şu. Aldı bilen ham xiyal. Şiirin bir arzu. Andın onun yoludaki izdeniş bilen yol açıldı qarindoshlar. Şuna her qandığınlarının bir yo'g'on gaplarni qiyğanlı olsa qatinib qolmanglar. Aşınında cüret qiyğanning o'zimi nayti ulug'vor bir ruh. Bu sebeplerden men bu yo'g'on gapni deyishga petindim ve bunu to'g'ri tushungaysizlar. Men bizning davlatni asliga keltirish yo'lidagi qismatlarimiz, duch kelgan va kelayotgan qatlamlar haqidagi ahvolimizni Yahudilar bilan selishtirib ko'rdim. Va selishtirishda tunji qatim Yahudi davlati qurish g'oyasini o'tirib qo'ygan Theodor Herzlning kitobini o'qigach ko'nglimga kechganlarni not aldım. Mening o'ylaganlarimning hali bir qismi Theodor Herzl'ninki bilan o'xshab ketadigan. Ammo real ahvolimizda o'xshamasliklarning cho'nligi tufaylidan g'oyaviy davlat haqidagi tasavvurlarimizni farqlar borligini his qildim. Theodor Herzl Yahudi davlati nomli kitobini yozgan chog'dagi Yahudilarning ahvoli bir jihatdan bizninkiga qaraganda ig'ir, ümidsizlikka patog'idek darajadaydi. Ya'ni mayli davlat bo'lsin, davlat sifatida bo'lsin yoki alaydiroq ataqdagi bir rayon, bir joy, bir yurt bo'lsin, Yahudilarning deyiladigan hech yeri yo'q edi. Ama bizning ataqti bo'lsinmi, bir avtonom rayon deyilgan ve bunu bütün dünya biladigan
bizga tavaligi aniq bo'lgan bir yerimiz var. Gerçi bu devlet sifatida tanılmasınmı? Onunla biz igidorchilik qilolmaydigan bo'lsakmi? Lekin Yahudilarning davlatlarning siyosatlarini ta'siriga uchratgudek iqtisodiy kuchi bor edi. Endi farq. Bizning bir afzalligimiz u bo'lgan bo'lsa, endi Yahudilarningcha bir afzalligi devletlerinin siyasetlerini ta'siri uchratgudek iqtisodiy kuchi bor edi. Shu zamonlarda bor. Yani o'tgan asrning 100 yılının oldida. Başında kuchi bor. Bizning unda kuchimiz yo'q. Yahudilar dunyoning har qaysi joylarida yashaydi ve her devlette üstün seviyedeki turmuşqa en yaxshi ma'rif tarbiyasiga ega edi. Xalqan yerga ko'chishimi mumkin edi. Lekin biz Sharq Turkiston chegaralari ichiga qamalgan mahbus holatida bo'lib, Sharq Turkistondan xalqancha chiqolmaymiz. Bu jihatda chet ellarda munosib darajadagi nüfus soni hosil qilish imkonimiz, bu orqali chet ellarda bosh ko'tarish imkonimizmi yo'q hisobda. Yevropa davlatlarida yuksalgan antisemitizm kayfiyati Yahudilarga yaxshilik olsun deb emas, ulardan qutulish maqsadi bilan Yahudilarga bir vatan tep berish xiyollarida bo'lishga boshlagan edi. Yani bundan qutulish uchun uni kuyunib emas, qutulish uchun bulig'i bir yerni vatan qilib bersak, ashagillik ketib, bizning beshimizni ag'iribmay, bizning davlatimizda yaygellemay ashag kessi ekan deydigan bir orzu paydo bo'lgan antisemitizmda. Yevropalik antisemitizmchilarda. Ugandani vatan qilib bermoqchi bo'lgan Yahudilarga. Yahudi baylarının mablag' selishi bilan Argentinaga ko'chirilgan Yahudi nüfusi nazarga olinib, Argentinada bir Yahudi yurt qurishni o'ylashilgan. Falastinni o'ylashilgan. Sovet ittifoqi uzoq sharqda Birojan markazlik Yahudi avtonom oblasti bo'lgan. Xitoyning xaritasini ko'z oldinglarga keltirsanglar, Xorazmga o'xshaydigan xaritaning Xorazmning cho'qqisi tarafda bu avtonom oblast. Xeylonjang daryosi bilan Ussuri daryosining tutashgan do'qmishining üst tarafida, sharq shimoli tarafida Birojan markazlik Yahudi avtonom oblasti bo'lgan. Gerçi yeterlik nüfus bo'lmasa-mu, ama Uyg'urlarning mavjudligi bu bek bir az nüfusga qo'ygan bu avtonom oblastni, nayt az. Hozir u yerda 1400 Yahudi yashaydi. Qurilgan vaqtida 10 mingga atrofida Yahudi ekan to'q. Ular boshqa yerga ko'chib ketib, u yer bek sovuq yerni bilasizlar. Bek ziyoda shimol, shu u yerda to'g'ri kelmaganlar ko'chib ketish natijasida hozir 1400 Yahudi qiliqliq. Ama bu avtonom oblast degan bu ism yana saqlab qiliqliq butun shaharda Yahudilarga xos simvollar, sinagoglar mavjud. Ama Uyg'urlarning mavjudligi hech kimning esiga kelayotgani yo'q. Ko'rganinglardek Yahudilarning mavjudligi, ularning bir yurti bo'lmasa bo'lmaydiganligi butun dunyodagi nurg'un davlatlar, xalqlar tarafidan o'ylashilgan. Nima uchun o'ylashilgan? Biri ulardan qutulish uchun, ularni chiqarib o'tish uchun. Yana biri ularning iqtisodiy kuchidan. İqtisodiy yükselish tilga ilinganda shu alohida farqimizni tilga ilish zarur.
Hatta qattiq ta'kidlash kerakki, Yahudilar dunyoning har qanday bir davlatida qattiq kamsitilgan, chetga qeqilgan bo'lishiga qaramay, iqtisodiy jihatdan yuksalishi to'salg'iga uchramagan. Eng antisemitik davlatlardimi, hokimiyatlardimi Yahudilarning iqtisodiy yuksalishlarga cheklama qo'yilmagan, yo'lsizlik bilan boyliqlarni musodara qilolmagan. Şunu ular chetga qeqilgan bo'lishlariga qaramay, dunyoning eng boy ulusi bo'lish yo'lida ilgirlagan. Hatto ma'arif jihatdanmi to'salg'iga uchramagan deyishimiz mumkin. Konkret ahvollarda ularning davomli ilgirlab o'qishi, oliy bilim yurtlarida tadqiqot bilan shug'ullanishi yoki o'rganishi zo'r to'salg'ilarga duch kelganligi so'zlansimi, umumiy jihatdan natijalardan qaraganda, ularning o'qish va tadqiqot ishlari uchun yanala yo'l tepilgan. Buningga eng ko'p Yahudi olim yetishgan joyning Germaniya bo'lishi yetarli isbotdir. Bu ikki jihatni Uyg'urlarning ahvoliga selishtiradigan bo'lsak, shularni ko'ramiz. Iqtisodiy jihatda Uyg'urlar ota-miros boyliqlarga varis bo'lib boqmagan. Ya'ni ikki avlod davomlashgan boyliq yo'q Uyg'urlarda. Bo'lib boqmagan. Her avlod noldan başlap iyilik tiklashga majbur bir vaziyatda yashab keldi. Chunki oldingi avlod boylar Xitoylar tarafidan tamamen yalang'ochlanib, boyligi musodara qilinish bilan birga o'zlari biror tuhmat bilan qaralinib yo'q qilinibdi. Tarixdan beri. Gerçi sulolalar, hükümetler ve hükümranlar almışıp turgan bo'lsinmi, bu hal ta ki bugungacha davom qilib kelayotgan o'rtoqlikdir. Chunki Xitoylardagi alayda şovinistlik ularning milliy xarakteridan manbalangan bo'lg'achqa, ideologiyasi nim bo'lsin, Xitoy bo'lmagan millatlar haqidagi tunishini, siyosatini belgilashda rol o'ynayotgan kollektiv yoshirin ang o'xshash edi. Ma'arif jihatdagi ahvolimizmi shuning bir turidagi variantidir. Uyg'urlarning bilimlik bo'lishining ma'lum cheki bo'lib, uningdan eshib ketishiga yo'l qo'yilmaydi. Ondan boshqa Uyg'urlar o'qisa bo'ladigan va Uyg'urlar uchun tabu hisoblanadigan kasblar mavjud. Buning bilan qolmay, o'qig'ini bilan qiyg'ini o'xshamaydigan bo'lishmi yana bir oqida qoldirish chorasi bo'lib kelgan. O'qigan kasbi bo'yicha uyg'un bir ishda ishlatmaslik. Burunlarda tercümanlık universal kasblardan biri bo'lib, oliy maktabda matematik o'qisangiz-mu tercüman, fizik o'qisangiz-mu tercüman bo'lish Uyg'urlarning qismati edi. Yahudilar bilan Uyg'urlar orasidagi o'xshamasliklardan yana biri past ko'rilish, chetga qeqilish yoki qatlam ob'ekt qilinishdagi sabablarda ko'riladi. Yahudilar ilgirlari diniy e'tiqod tufaylidan chetga qilgan bo'lsa, keyingi chog'larda antisemitizmni yetishtirgan zamin Yahudilarning ilm ma'rifatdagi va iqtisoddagi yuksalishlardir. Ya'ni ularning ustunligini ko'ranmaslikdan manbalangan. Bu Theodor Herzlning bahosi. Uyg'urlarning chetga qeqilishi va qatlam ob'ekti bo'lishidagi sabab başdan oxiri zaminning egisi bo'lganligidir. Halbuki Uyg'urlarning mavjudlik krizisini hal qilishning boshqa yo'llari bormi? Yahudilarning mavjudligida gettolarning rolini sal chog'lig'ili bo'lmaydi. Gerçi gettolar Yahudilarni kamsitishning mahsuli deyilsimi, ularning bir jamoat sifatida bir yerda yashashi ularning ulus sifatida assimilyatsiya bo'lib ketmasligi uchun foydali bo'lgan edi. Lekin kunimizda diasporada Uyg'urlar uchun gettolar yo'q. O'zligidan bir yerga to'planib yashashi mumkin emas. Chunki bunday bo'lish uchun hukumatlarning buningga ko'ngil bo'lishi, qo'l tiqishi zarur.
Hökumət küçü bolmasdan bundaq toplanışını iş aşırğılı bolmaydı. Bu cəhətdə hər yılның Yahudi köçlərini işqa aşırış üçün hökumətlərinin səmimi işbirliği bolmasdan əməliləşməydiğanlığını deganidək, bizning hər dövlətdəki toplanışımız üçünmü şu dövlət hökumətlərinin bu məsələyə, yəni Uyğurlarning mövcudluq məsələsiga ciddi köngül bölüdigan pozisiyası bolmaydı. Yana şunu ta'kidlash zarur ki, ba'zilar Uyg'urlarning mavjudlik yo'lida tipirlishi, tavakkülchilik ruhi, qurban berish ruhidan gumonlanmasliklari uchun deymanki, Uyg'urlardagi tavakkülchilik ruhi hatto ziyodasi bilan Uyg'urlarning yangiliklarga bo'lgan qaramlarcha intilishi va qabul qilishi alohida ta'kidlashga tegishli tarafdir. Uyg'urlarning zamonaviy ma'rifni boshlashi Xitoylardanmi burun ekanligi. Uyg'ur vataniga hukmron kuch bo'lgan Xitoylar emas, Uyg'urlarning o'zlari tarafidan tunji sanoatning epkilinganligi bu nuqtani to'liq isbotlaydi. Bundan boshqa Xitoylarning atalmış iqtisodiy islohot to'lqinida 80-yillarning oxirida Dövlət egiligidagi korxonalarni shaxslarga huddiga berish boshlangan tunji yili Sharq Turkistonda huddiga berilgan korxonalarning zo'r ko'pchiligini Uyg'urlar huddiga olgan bo'lib, azaldan tayinlanish yo'li bilan korxona boshliq bo'lib kelgan Xitoylar huddiga erishga jur'at qilolmagan. Buningdanmi Uyg'urlardagi tavakkülchilik ruhining Xitoylar bilan osmon zamin farqlanadiganligini ko'rib olish mumkin. Yeni bir tuproqda egilik tiklash, noldan boshlab qurib chiqish ruhimizning yetarli ekanligini faqat bir arg'i to'planish jihatdan ma'lum haydakchilikning zarur ekanligini ta'kidlashim mumkin. Vatan sirtida mavjudligimizni vaqtli hal qilishning chorasi cho'qim bir yerga to'planish. Eng az to'liqsiz o'tir maktabgacha ona tilda maktab bo'lish bo'lsa, u holda buni qanday ishga oshirish mumkin? Aslida iqtisodiy kuchimizni bak yetarsiz hisoblanmaydi. Muhimi tashkillash, yetaklash. Bu masalani hozircha g'arb davlatlarida o'ylashning o'rni yo'q. Oldi bilan yetarli sonda nüfus yo'q. Ondan hukumatlarning Uyg'urlar haqidagi tunishimi bak yetarsiz. O halda bu ishni oldi bilan Turkiyada o'ylashishga bo'ladigan bir muncha foydali omillar mavjud bo'lib, bular yetarli sondagi nüfusning borligi. Turklarning bizni eng cho'nqur tushunadiganligi. 2. Sebep. Qandoshligimiz tufaylidan mushundaq bir burchuningmi borligi qatorliqlar bo'lib, agar Turkiya mavjudligimizga ko'ngil bildiganlar bo'lsa, bunu qilish imkoniyati tamamen mevcut. Hatta devletning mablag' selishining hojati yo'q. Uyg'ur boylari safarbar qilinsa va ularga xotirjamlik va'dasi berilsa, Uyg'ur yurti qurish mumkin. Turkiyada mushundaq bir ulgulik rayon barpo qilingandan keyin g'arb davlatlaridami buni ta'dirji borliqqa keltirgili bo'ladi. Ulgu yaratilgandan keyin g'arb davlatlarida devletning maslashishi bo'lmaymi mavjud imkonlar siyosatning uyg'unliklari, qonunning uyg'unliklari asosida bir yerga to'planish va Uyg'ur yurti qurishni ishga oshirg'ili bo'lishi cho'qim. Ko'rinib turganidek, buningdagi ochqishliq davlat Turkiya. Nəhayət əfsuski, Türkiyə Xitay bilan bo'lgan yaqin bog'lanishi qarzdorlikdan tug'iladigan itoatkorlik tufaylidan Uyg'urlarning mavjudligi mavzusida hech qanday amaliy bir ish o'chmas bir ish, ya'ni qalayici turkchadagi bir ish qilish niyatlarining bo'lmasligi kishini afsuslantiradi. Og'zidan tushmaydigan qarindoshlik loplarga qaramay, qilalaydigan turib hech qanday unumlik bir tadbir qilmayotgan Turkiyaning bugungi holi Xitoy bilan bo'lgan munosabatlardagi cho'nqur bog'lanishlarga munosabatlashtirilib tushunilsinmi? Xitoy bilan tilga og'idek munosabati bo'lmagan, hatto diplomatik munosabati bo'lmagan yaqin o'tmishga qaraganimizda texmi hayron qolmay tura olmaymiz. Turkiya
Şarkı Türkistanlıklarga insonparvarlik yardımı qilgan bolsa-mu, mavjudligimiz to'g'risida o'tmishdimi hech qanday unumli tadbir olib boqmaganligi kishini o'ylantirdi. Endiki masala davlatlarning yordam ahvoli, ko'ngil bo'lishlari ashundaq bo'lgan ahvolda nima qilish kerak? Albatta o'zimizga tayanmay bo'lmaydiganligini hammamiz deyalaymiz. Lekin qandaq? Yahudilarning davlat naslik keltirish harakatida Yahudi boylarining roli yetarli bo'lgan. Ya'ni iqtisodiy kuchga tayanib bu g'oyani ishga oshirgan. Theodor Herzl tarafidan Yahudi davlati g'oyasi o'tirib qo'yilgan boylar avval bek bo'lgan bo'lsa-mu, keyin kuchli destek berganligi uchun bu g'oya o'tirib qo'yilib, yarim asr ichida amalga oshgan edi. Bizning ishimiz ko'p farqli. Shundaqla qiyinchilikmi bek ko'p. O'xshamaydigan yerimiz bor. Biz dunyoning boshqa bir yerda bir davlat qurolmaymiz. Buningga bugungi dunyo shartlari uyg'un bo'lmagandan boshqa dunyoda echilmagan bo'z yerlarga o'xshash egasiz qolgan bir bo'sh yermi yo'q. Biz faqat mavjudligimizni saqlab qolish uchun biror davlatning ichida bir Uyg'ur yurti qurib chiqa olishimiz mumkin. Buningga yetarli mablag'mi yo'q emas. Afsuslanarligi Uyg'urning boylari ehtiyoji yo'q Allohga yaqinchilik qilib masjid soldigan bo'lsa-mu, ehtiyoji bo'lgan millat uchun biror ish qilishni o'ylaydiganlari yo'q yoki o'ylay oladiganlari yo'q. Buning uchun men doim ta'kidlayotgan majburiy vositalar bo'lmay, bundaq bir ishni qilg'ili bo'lmaydi. Shunda qilishga qaramay men yana bir xom plan tariqasida bu vaqtda to'xtalyapman. Bir yoki bir necha cho'ng boy, biror kambag'al qaloq davlatdan 30-40 ming odam yerlashgudek zamin setib olsa, Sharq Turkistonliklarni bu yerga ko'chirish orqali tilimizni, madaniyatimizni, Uyg'urligimizni saqlab qolish mumkin bo'ladi. Theodor Herzlmi xuddi mening ko'nglimdan kechgandek o'ylabdi ekan. Ya'ni turmushi yaxshi, shu vaqtda ritmga tushgan kishilarni ko'chirgili bo'lmaydiganligini men tasavvur qildim. Avval chorasiz vaziyatdagilarni ko'chirib, dastlabki g'ul aslahalar qurilishi, turalg'i joylar qurilgandan keyin kambag'allarni ko'chirgili bo'ladi. Ondan o'tir sinfdagilarni ko'chirishga sharoit tug'iladi. Oxirida boshqalarni qiziqish cho'qim. Buning uchun Theodor Herzl o'tirib qo'ygandek bir shirkat qurilishi kerak. Shirkat cho'qim g'arbdagi ma'lum demokratik davlatda qurilishi kerak. Buning sababi bu davlat Xitoylarning besimi bilan shirkatga cheklamalarni qo'ymaydigan, qisqasi Xitoylarning diplomatik besimlariga taqobil tura oladigan davlat bo'lmasa bo'lmaydi. Qancha cho'ng va kuchli davlat qurilsa, shuncha ishonchli bo'ladi. Bu shirkatni qurish uchun bir bayning mablag'i yetishmasa, bir necha bay birlashib qursin bo'ldi. Shirkat shu davlatda qonunlik tizimga oldirilgan bo'lg'achqa, shirkatning mulki davlat tarafidan qo'g'dilgan bo'ldi. Mana shu asosga tayanib, shirkat nomiga yer setib olish mumkin. Agar yer setib olish shirkatning bosh organi turishliq g'arb, ya'ni g'arb davlatda emas, boshqa bir davlatda bo'lganda, sotquchi davlat bilan qilinadigan to'xtamnoma intayin muhim. Buningda aholi ko'chirilganligi taxminiy son, ya'ni mushunchalik aholi ko'chirishimiz mumkin deb son deyilishi, bu yerning omonlik masalasi aniq yozilishi. Masalan, shu davlat ega bo'lishni asos qilgan holda o'z-o'zini qo'g'dash uchun bir qurolli kuchning bo'lishini talab qilish va buni qo'shimcha qo'g'dash tadbiri deb yozish zarur. Agar shirkat turishliq davlatning o'zidan yer setib olinsa, aholi ko'chirish mumkin bo'lmasligi cho'qim. Chunki g'arb davlatlarga kirish vizasi oson emas. Agar bu tarafi hal bo'ladigan bo'lsa, eng yaxshisi g'arb davlatlaridan setib olishdir. Setib olinadigan yerning shartlarida suv va tuproq degandek eng aqalli hayotlik shartlarga kerakli bo'lgan tabiiy afzallik bo'lishi shart. Yetarli suvning bo'lishi eng birinchi omil bo'lib, hatto tuproq shig'illik bo'lgandimi, suv bo'lsa yashash muhiti qurib chiqqili bo'ladi.
Konkret ve tafsili planlar üstüde köp oylandım. Ma'lum bir tasavvurum var. Biroq bularning hammasini bu yerda bayon qilishimning o'rni yo'q. Lazım tepilganda tafsili qadam bosqichlarini maxsus yozib chiqishim mumkin. Qarindoshlar, bugun deydiganlarim mana shu. Hammanglarni Alloh salomat qo'ysin. Keyingi qatim ko'rishguncha xayr xo'sh.